Hammaga assalomu alaykum. Bugun shahrimizda me'mor ijodkor, ya'ni Konsta Sharif aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Xorazmga. Vaqt bo'ling. Bu birinchi kelishingiz emas Xorazmga. Hozir konsert turidan chiqdik, o'zimiz ham guvohi bo'ldik. Konsert to'g'risi o'zimga shaxsan juda ham yoqdi. Keling, bo'lmasa bir ikkita savol javob qilamiz. Birinchi savolimiz, xohlaymizmi, xohlamaymizmi, hozir tur konsert bo'yicha gaplashsak. Конечно. Hozirgi kungacha eng yuqori reytingda turgan qaysi viloyat bo'ldi o'zingizga yoqqan? Faqat to'g'risini ayting. Biletlar sotilishi bo'yicha Xorazm bo'ldi, aniq. Biletlar sotilgani bo'yicha eng ko'p bilet hozircha Xorazmda sotildi. Tushunishimiz kerak, joyi ham kattaroqda. Ba'zi joylarda joylar kichkinaroq, o'shaning uchun Xorazm juda katta joy va shu ham to'ldi. Eng ko'p hozircha shu yerda bo'ldi. Yo'q, odam hajmi bo'yicha emas, o'zingizga yoqqan vibe bo'yicha qaysi bir viloyat yaxshi? Vibe-ni men hali ayta olmayman. Buni dam olib, keyin ko'rib aytish kerak. И plus yana bir narsa borda, hozir hamma joy, masalan, Qarshi juda ham ko'p aktiv, juda qattiq baqirishdi, lekin men uchun minus bo'lgani sahnani fanzonani uzoq qo'yib qo'yishganda. Misol uchun shunaqa minuslar bor, pluslar bor. Hamma joy harakat qilyapti. Lekin Xorazm bugun bomba. Juda ham zo'r bo'ldi. Juda ham. Mana hozirgacha oyoqda tura olmayapman. Oyoqlar sinib ketdi sakrorib. Zo'r. Xo'p, repertuaringizdagi eng qiyin yozilgan trek qaysi? Agar o'shani nomi? Sevgini izlang. 1 yildan ko'p yozilgan. Nahoratini yozib qo'yganman, kuplet yoza olmay yurganman keyin. Eng osoni? Eng tez yozilgani? Insonlar. Necha minut yoki necha kunda? 25-30 minut rik bilan syomka qilganmiz. Rik sнимали yarim kunmi? 2-3 soat bozorda yurib syomka qilganmiz bo'ldi. Zo'r. Xo'p, eski repertuaringizdan hozir esiz uyaladigan trekingiz qaysi? Misol uchun, qanaqa narsa yozgan? 70% ashulalarim shunaqa eski repertuarimdan nomini aytishim shart emas. 70% shunaqa yosh bola bo'lganman-da. Agar unaqa olib qaraydigan bo'lsak, hozirgi kunda hit bo'lib turgan treklaringiz ham 10 yildan keyin o'zingiz uchun uyaladigan trek bo'lishi mumkinmi? Avvalambor yo'q deb o'ylayman, negaki уже bir yoshga yetgandan keyin odam biladiganini bilib bo'ladi. Masalan, endi o'rtacha dunyoqarash shakllanib bo'ladi, bu yog'i уже o'ssa ham qattiq o'zgarish bo'lmaydi. Shu dunyoqarashingiz 30larda, 25dan keyin 30gacha уже qotsa kerak menimcha. O'ylaymanki. Shunday. Xo'p, eng oxirgi savolimiz, umumiy olganda kim bilan kategorически fit aytmagan bo'lardingiz? Kim bilan aytishni orzu qilasiz? Duetlarni umuman orzu qilib yurmayman, to'g'risi. Mirovoy olib qaraydigan bo'lsak ham. Mirovoy olib qaraydigan bo'lsak, legendalar bor, muzikalniy legendalar bor. Men uchun Stromae bor, Matrank bor, Skriptonit bor, musiqiy legendalar. Lekin juda ham realist odamman, to'g'risi. Ular bilan duet qilish uchun men tushunishim kerak. Qachon, qanaqa trek, nima, shuning uchun orzu ham qilib o'tirmayman. Faqat meni ishim faqat ishlash, bosish, gazini to'xtamasdan. Shunaqa. Kim bilan kategorически fit qilmaysiz? Bespanchkalar bilan-da. Mana sizni aytib o'tirishim shart emas-ku. Normalniy odam bo'lmasa, shunaqalar bilan kategorически fit qilinmaydi. Ba'zi ijodkorlar bor, o'sha hype uchun hamma narsadan tikka kechadi, vijdonni berib Lutsiferga degan joy bor meni nafas trekimda. O'sha trekda eshitsa odamlar tushunib oladi kim bilan duet qilaman, kimga qo'l tashlamagan bo'lardim. Tushunarli. Xo'p, sizga rahmat. Katta, yana bir bora sizni Xorazmda kutib qolamiz. Gap yo'q. Xorazm qattiq zo'r bo'ldi. Xorazm güch. Rahmat.